Hayotingizda nima bo'lyapti? Shu haqida ochirim qilamiz. Like bergan, obuna bo'lganlar uchun niyatimni oldim. Shifoli ochirim bo'lsin. O'zingiz uchun yoki ochirim qildirmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni tagida nomerimni qoldiraman. Opajon, nimaga chiqmay qo'ydingiz? Nimaga video tez-tez qo'ymayapsiz? Dushmanlarimiz haqida video qo'yib turing deb kommentariyalarga yozishibdi. Rahmat. Hammangiz meni o'ylab shunchalik fikr bildiribsiz, yozibsiz. Xursand bo'ldim. Tozalovlarim ko'payib ketganligi hisobiga odamlarimizni sehr amallardan tozalash biroz qiyinroq. O'zingiz ham buni bilasiz. O'shaning uchun ozgina cho'zilib ketib qoldi. Tozalovlarim ko'payib ketib qoldi. Shu sababli sizlarga video chiqara olmadim. Va endi tez-tez video chiqarib turishga harakat qilaman. O'sha siz kutgan dushmaningiz haqida ko'proq ochirim qilishga harakat qilaman. Hozirgi ochirimimiz sizni hayotingizda nima bo'lyapti? Shu haqida ko'rib chiqaylikchi. Sizni hayotingizda nimalar bo'lyapti? Meni ko'rayotgan erkak kishimisiz yoki ayol kishimisiz? O'zingizga o'girib eshiting. Bu общий расклад bo'ladi. Bunda variant qilmaymiz. Hamma o'ziga kerakligini oladi. Unda boshladik. Sizni hayotingizda meni ko'rayotgan inson aynan sizni hayotingizda nimalar bo'lyapti va bo'lishi bor? Sizni hayotingizda nima bo'lyapti va nima bo'lishi bor? Tez-tez ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Hayotingizda nima bo'lyapti? Hayotingizda ayrim o'rtoqlarimizni hayotida qandaydir chalkashlik, urush janjal, g'alvalik, shunga o'xshagan qandaydir to's-to'pollik, tinchlik yo'q, xotirjamlik yo'q, shunga o'xshagan narsalar bo'lyapti. Nimalar bo'lyapti hayotingizda? Hayotingizda yoshroq energiyadagi bola bilan qandaydir sizdan yosh bo'lishi mumkin. Bu qandaydir erkak sizdan yoshroq yoki oylikka yoshroq yoki yilga yoshroq bo'lishi mumkin. O'sha inson bilan qandaydir tortishib qoldingiz, urushib qoldingiz. Bu hammaga ham tegishli emas. Kimni kartasi bo'lsa o'sha o'ziga olsin. O'sha inson bilan urushib qoldingiz. Bu yerda o'sha inson bilan urushib qoldingiz, qandaydir ichingizda yorug'lik yo'q deyapti. O'sha inson bilan qandaydir siz baxtli edingiz, yaxshi hayot kechirayotgan edingiz, birdaniga qandaydir portlash bo'ldi. Qandaydir urush, janjal shunga o'xshagan tinimsiz ravishda urush, janjal shunga o'xshagan narsalar to'xtamadi orangizda. Orangizda ozgina sovuqchilik bo'lib qoldi. Siz g'am chekyapsiz. U inson ham hozirgi paytda g'amda. Ichingizga chiroq yoqsa yonmaydigan darajada bo'lib qoldingiz. Uni qattiq kutyapsiz, sog'inyapsiz. Hozirgi paytda hayotingizda nima bo'lyapti? Kutishda o'tiribsiz siz. U inson, siz albatta undan yoshga yoki oylikka kattaroq chiqyapsiz. Bu kim rasklati bilmadim, o'zingizga o'girib oling. Hozirgi paytda mana bu kartamiz sizni ham, u insonni ham o'rtasiga tushyapti. Bu nima degani? Sizda ham mana shunaqangi holat, ichingizda g'am, alam, bu insonni ham ichida shunaqangi holat. Siz koroleva maqomida tushyapsiz. Qandaydir bu inson paj jezlov. Bu nima degani? Siz pulingiz undanda ko'proq, lavozimingiz undanda yuqoriroq bo'lishi mumkin. Hayot tajribangiz undan nima deydi? Bir pog'ona yuqoriroq bo'lishi mumkin. U inson esa yangitdan qandaydir ish boshlagan yoki qandaydir gap so'zlarni ham sizga topib gapira olmasligi mumkin. Qandaydir sizdan uroveni pastroq deyapti. Siz undanda qandaydir balandroqsiz. Hozirgi paytda kim o'ziga tushdi? Mana shu rasklad kimga tushdi? Kommentariyada yozib qoldiring. Va hayotingizda nima bo'lyapti? Unga nisbatan tuyg'ularingiz bor. Uni hali hamon sog'inyapsiz, kutib o'tiribsiz. Nima bo'lyapti? Qo'rqyapsiz, u mendan ketib qolsa-chi? Endi men nima qilaman? U meni tashlab ketsa, men qanaqa holatga tushaman? Qanaqa bo'laman? Yo'q, lekin u inson qandaydir sizni tashlab keta olmaydi. Chunki u inson, ketgan inson sizga yana baribir qaytib kelishini aytayapti. Siz qo'rqmang, hech ham mana bunaqangi qo'rquvga tushmang. Bu inson ketdimi, baribir sizga yana qaytib kelar ekan. Hozirgi paytda bu insonni ustida yuklari, ziyonlari, qandaydir amallari bo'lishi mumkin.
Bu inson qorayib ketgan qandaydir yuk ziyon amal, balki ustida sehr ham bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda bu o'zini uyi tomonga qarab ketvordi deyapti kartalarimizda. Siz tomonga qandaydir qaramayapti-da, o'zini uyi tomonga ko'proq qarab turibdi. Bu nima degani? O'zini oilasi bilan ovoraligini, o'zini oilasi tomonga ko'proq ketib qolganligini, hozirgi paytda sizga uncha e'tibor bermayotganligini ko'ryapmiz. Bu nimadan deganda, qandaydir bu yerda ozgina o'zini uyi tomondan bu insonga qandaydir amal kelgan bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun orangizda ozgina urush janjal, sovuqlik, shunga o'xshagan narsalar bo'lib qolgan bo'lishi mumkin deyapti kartalarimizda. Nimalar bo'lyapti sizni hayotingizda? Sizni hayotingizda agar aytyapsiz, agarda uzoq muddat mana shunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, men uni bloklab qo'yaman yoki qaytib u bilan gaplashmayman. Umuman unga chegara qo'yaman deb o'tiribsiz. Asabiylashgan, jahl holatida o'tiribsiz. Sizni ham hayotingizda ikkita erkak bo'lishi mumkin. Hayotingizda ikkita erkak bo'lishi mumkin. Siz ham unisi bo'lmasa bunisida degan o'rtoqlarimiz ham bor bu yerda. Baribir ham quyosh siz tomonga nurlarini sochyapti. Hayotingiz yaxshi tomonga o'zgarib ketadi. Siz kutgan narsalar sizga kelishi bor. Xursand holatda bo'lyapsiz. Qandaydir bu yerda korolingiz ham bor. Korol pentakl bu yerda qandaydir faqat bu raskladimizga erkaklar kelyapti. Ayrim o'rtoqlarimizni turmush o'rtoqlari sizga nisbatan qandaydir qattiqqo'l yoki asabiylashib, jahl, qandaydir g'azabini ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Ayrim o'rtoqlarimizni turmush o'rtoqlari yoki aqllardagi insonlari jazavada, jahl bilan o'tirishibdi. Ayrim o'rtoqlarimizni turmush o'rtoqlari esa qandaydir u nima deydi, ayollariga yoki yaxshi ko'rgan insonlariga nima deydi, erkaklarimiz puldan yordam qilyapti, sovg'a salomlar beryapti. Hozirgi paytda ayrim o'rtoqlarimizni munosabatlari yaxshi holatda. Mana bunaqangi tepada chiqqan o'rtoqlarimizniki esa ozgina sovuqlik bilan uni kutishda, siz ham uni kutishda, shunaqangi holatlarda bu yerda shunaqa holatni ko'ryapmiz. Pastdagi holatlarimizda ayrim o'rtoqlarimizni turmush o'rtoqlari yoki aqllardagi insonlari jazavada, asabiylashgan, jahl holatida turibdi. Qolgan o'rtoqlarimizni puldan yordam beryapti, aytganlarini qilishyapti, bir-birlari bilan munosabatlari yaxshi holatdaligini ko'rsatyapti. Va meni ko'rayotgan inson, sizni hayotingizda nima bo'lishi bor? Taqdiringizda qandaydir sehr amal qilinib qolish ehtimoli bor. Yulduzdek porlashingizga qandaydir ozgina sizga amal, ziyon, sehr qilib qo'yishlari mumkin, lekin siz kuchliligingizni ko'rsatyapti.